Nega Alloh ba'zilarga hamma narsa beradi, ba'zilarga esa hech narsa? Yuragingizga yetib boradigan tarzda tushuntirishga harakat qilaman. Nega ba'zilar muhabbatda, boylikda, oson yo'l bilan va nurli tabassum bilan tug'iladi, boshqalar esa og'riqda, muhtojlikda, yolg'izlikda, hatto dushmanga tilamaydigan sinovlar bilan dunyoga keladi? Ammo biz noto'g'ri o'ylayapmiz. Biz faqat ko'rinadigan narsalarga qaraymiz. Uylar, mashinalar, go'zallik va pulga. Lekin Alloh ne'matlarni tashqi ko'rinishga qarab emas, hikmat bilan taqsimlaydi. Kimgadir beradi, shukrni sinash uchun. Kimdandir oladi, sabrni sinash uchun. Kimnidir ko'taradi, u pastdagilarni eslasin deb. Kimnidir pastga tushiradi, u Alloh sari ko'tarilsin deb. Alloh hech qachon adashmaydi. Agar hozir sen xohlagan narsang sendan uzoqda bo'lsa, demak bu yoki u seni barbod qiladi, yoki vaqti kelmagan, yoki u senga undan ham yaxshisini beradi. Agar Alloh bir eshikni yopsa, bu uning seni eshitmayotgani uchun emas, balki boshqa eshikdan haqiqiy yaxshilik sari yetaklayotgani uchundir. Va bilasanmi eng muhimi nima? Allohga eng yaqin aksar odamlar hamma narsasi borlar emas, balki boshqalarga qaraganda kamrog'iga ega bo'lsa-da, baribir ishonishda, yurishda davom etayotganlar va yuragida shunday takrorlayotganlar. Agar Alloh men bilan bo'lsa, demak menda allaqachon hamma narsa bor.